Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlarni ko'rganimizdan yana bir bora xursandman. Kuningiz boshlagan kuningiz xayrli bo'lsin. Kim kechda ko'rayotgan bo'lsa, xayrli kech. Xo'p, do'stlar, oxirgi kunlarda chiqqan qarorlar bilan tanishib turishingizni maslahat berib qo'ygan bo'lar edim, chunki keyinchalik bilmasdan qolishlik o'zingizga kelajakda afsuslanishingizga olib kelishi mumkin. Xo'p, do'stlar, men hozir bitta qaror ko'rib qoldim, yaqinda chiqqan qaror, ya'ni ushbu qarorda bola puli tayinlashda va keksalarga nafaqa puli ajratilishida qonunga o'zgartirishlar kiritildi. Bunda agarda siz shu kungacha bola puli nafaqasini olayotgan bo'lsangiz va chekkaga ishlashga chiqib ketsangiz, sizga bola puli berilishi avtomatik ravishda to'xtatiladi. Bunga sabab prezidentning qaroriga asosan endilikda chekkaga ishlagani ketgan shaxsning oilasi a'zolari, misol uchun ikkita farzandi bormi, 3 tami, bittami va hokazo chiqib ketdimi, ba'zida u avtomatik ravishda oilasiga 2 minimal, ya'ni eng kam ish haqqini 1 million qanchadirlar bo'ladigan bo'lsa, 2 million 200 qanchadirlar daromad jo'natyapti deb topar ekan. Bu yerda ba'zi ishlar ekan, inson omillari hech qanday rol o'ynamaydi deb yoziladi o'sha qarorda. Xo'p, endilikda agarda siz bola puli topshirayotgan bo'lsangiz, bola puliga topshirayotgan bo'lsangiz, chiqmayotgan bo'lsa, tushunmayotgan bo'lsangiz, mana shuni o'zingizga ma'lumot sifatida qabul qilib qo'yishingiz mumkin. Ya'niki o'zingiz yoki turmush o'rtog'ingiz yaqin kunlarda, yaqin oylarda chekka ishlagan chiqib ketgan bo'lsa, mana o'sha sizga ma'lumot o'sha yerda avtomatik ravishda bola puli berilishi to'xtatilar ekan. Xuddi shu qaror yuzasidan keksalar, pensionerlar, mana pensiya olayotgan otaxon, onaxonlar, buvijonlar, ularga ham qonunda o'zgartirishlar kiritilgan. Ya'niki, agarda pensiya olib turib, chekkaga xoh ishlashga, xoh sayohatga chiqib ketadigan bo'lsa, 3 oy ichida qaytib kelmasa, pensiya berilishi avtomatik ravishda to'xtatilar ekan. Bu ham qarorda yozib qo'yilgan. Ya'niki 3 oydan ortiq siz chetda yuradigan bo'lsangiz, o'sha muddat ichida 3 oydan o'tkazib yoki 4 oy, 5 oy ichida qaytib keladigan bo'lsangiz, keyinchalik 20, misol uchun 12 oylik yig'ilib qolgan pensiya puli keyinchalik tashlab berilar ekan. U qanday tartibda tashlab beriladi, qaysi muddatda tashlab beriladi, bu haligacha qorong'u. Shuning uchun agarda pensiya olayotgan buvingiz, momongiz buvangiz bo'ladigan bo'lsa, chekkaga chiqadigan bo'lsa, 3 oy ichida avtomatik ravishda tezda qaytib kelsa, o'shandagina pensiya olishi saqlanib qoladi ekan. Shuning uchun do'stlar, ushbu ma'lumotlarni o'zingizga va mana shu yaqinlaringizga ulashib qo'yishingizni tavsiya qilib qo'ygan bo'lar edik do'stlar. Video foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Ichidagi ma'lumot albatta kimnidir g'ashini keltirishi mumkin, lekin bilmaydigan insonlar uchun ma'lumot tariqasida ushbu videoni tayyorladik. Video tayyorlangani uchun bitta like bosib, kommentariyada yozib, yaqinlarga tashlab qo'yishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Yangilar kanalga obuna bo'ling. Hali xudo xolasa yangiliklarni sizlarga ulashib boramiz. Sizlar bilan Kamina Og'abek Otajonov bo'ldi. O'zingizni asrang. Biz hali yana ko'rishamiz. Omon bo'ling.